Yana bitta obyektim tayyor bo'ldi o'rtoqlar. Xudo xolisi ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Oldingi yil kelib so'killarni qilib ketdim. Versace 80-30 mesni kafilada bu yil kelib xudo xolisi mana poliga angrenni 60-60 keramik granit o'sha marazostoyki variantidan qilib cho'tki qilib terib berildi. Ko'rsanglar fakturalari cho'tki kelgan. 30-60 kesib teryapti. Bir xil joyda bu 60-60 o'zi ular risunkaligini olib kelishibdi. Mana bungina ichi taraflarni akkuratni qilib skripti qilib kesib ketganman. To'rtta tarafdan mana shu tarafga akkuratni uklov berilgan. Yo'da rakvina bo'ladi. Hozir yechib qo'yib qo'yganmiz. Xolasi moshni bo'ldi mana. Choklarni ham yopib chiqdi. Hozir poni zatirkalarni qilib, kafniklining o'zidan yana bitta suv sepib tozalaymiz. Mana qaranglar. Moshni. Endi xudo xolasi fasadni bitta oppoq travertga qo'yarsiz. Olov bo'lib chiqib keladi uy. Xudo xolasi hech qat bo'killamagan, bo'yibdi joyini kelib tekshirib o'rsanglar bo'ladi. Ventum kafniklilardan qilib berdim bu yerda. Menimcha yomon chiqmadi. Xudo xolasi ishga baho berib like bosishni esdan chiqmasa. Xizmatli bo'lsa Alloh xodamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.